Qanaqa ta'riflab bersam bo'larkin bitta topshiruvchi. Buni boshqa ayta olmayman. Ta'riflab bera olmayman chunki barcha ta'rifimni oldin aytib bo'ldim. E'tiboringiz markazda boshqa davlatlarda Chevrolet Aveo nomi bilan tanilgan, lekin o'zimizda afsonaga aylangan Nexia avtomobili nomi bilan qolgan 3-avlod Nexia. Bu Chevrolet Nexia menimcha, undan oldin Ravon Nexia edi. Bunisi esa adashmasam Chevrolet Nexia. Hop, atstonik pampersni ham vaqtida almashtirish kerak. Benzin nasos ko'proq ishlab beradi. Tilla Jasur 707. To'g'ri Jasur aka. Men ko'p nima deydi, tanish bilishlarimizga va umuman mijozlarimizga doim tavsiya berardim. Avtomobilni nafaqat havo filtrini, balki salon filtri, nima deydi, yonilg'i filtrlari va hattoki o'sha benzin nasosdagi pampers deb nomlanadigan ana shu filtrlarni ham har moy almashtirib tursangiz, maqsadga